Bugun tan olinmagan ruhiy kasallik haqida gaplashamiz. Bu kasallik nomofobiya deb ataladi. Nomofobiya inglizcha no mobile phone phobia, telefonsizlikdan qo'rqish, mobil telefonsiz yoki undan uzoqda qolishdan qo'rqish hisoblanadi. Bugun dunyo bo'yicha 702 milliarddan ortiq odam o'z mobil telefoniga ega. Bu dunyo aholisining 91% tashkil qilishini hisobga olsak, bu kasallikka chalinish soni yuqori ekanini anglash mumkin. 21-asr epidemiyasi deya ta'riflanuvchi nomofobiya, ya'ni telefonga qaramlik kasalligi hozirda ko'proq yosh bolalar va o'smirlarda uchramoqda. Asabiylik, o'jarlik, xotiraning pasayishi, umurtqa pog'onasi, bo'yin bilan bog'liq turli xastaliklarning rivojlanishi ko'paymoqda. Aslida gadjetlar bolalarning sevimli o'yinchog'iga aylanishiga ayrim ota-onalarning o'zlari sababchi bo'lishmoqda. Zero bu xarxasha, injiqliklardan xalos bo'lishning oson yo'li. Onalar o'z telefonlarini bolaga tutqizadilar va bemalol boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishi mumkin. Mutaxassislar bolalarning YouTube orqali multfilm tomosha qilishi ularning aqliy rivojlanishiga xizmat qilmasligini, balki bolaning asab tizimi, uyqusizlik, xotiraning pasayishi kabi holatlarga sabab bo'lishini aytishadi. Psixologlardan biri aytadi: "Qabulimga juda ko'p ota-onalar bolalarni olib kelishadi. Ularda darslarni o'zlashtirishda orqada qolish, o'rtoqlari bilan chiqisha olmaslik, butun dunyodan, voqelikdan uzilish kuzatiladi. Eng achinarlisi, ota-ona telefondan foydalanishni taqiqlasa, ularga qo'l ko'tarishgacha borayotgan bolalar bor. Shuning uchun 15 yoshgacha bolalarga telefon, gadjetlar olib bermaslik lozim. Telefonga mukkasidan ketishning inson salomatligiga boshqa yana ko'plab salbiy ta'sirlari haqida qator ilmiy tadqiqotlar, aniq faktlar va dalillar mavjud. Quyida sizga ularning ayrimlaridan misollarni taqdim etaman. Ko'zga ta'siri. Telefon ekranidan uzoq muddat foydalanish ko'rish muammolarini keltirib chiqaradi. Chunki aksariyat hollarda bolalar telefon ekraniga yaqin masofadan tikilib o'yin o'ynaydi, video ko'radi. Bunda ular mijja qoqishni unutadi va natijada ko'z zo'riqishni boshlaydi. Bu esa ko'z olmasining o'sib ketishi, ko'rish qobiliyatining pasayishi, uzoqni yaxshi ko'ra olmaslik, g'ilaylik, ko'zning surunkali yoshlanishi yoki qizarishi, ko'z qurib qolishi sindromi kabi muammolarga olib keladi. Ko'z kasalliklari bo'yicha mutaxassis doktor Malik Xolid aytadi: Har kuni qorong'u xonada yarim soat telefon ishlatgan odamning ko'zlarida rak kasalligi kelib chiqishi kuzatilmoqda. Ko'z qizarib pardani o'rab oladi. U pardani olib tashlash imkonsizligi uchun bu dard davosiz qolmoqda. Radiatsiya ta'siri. Telefonlardan chiquvchi radio signallarning ta'siri kichik yoshdagi bolalar uchun yanada kuchliroq bo'lib, bu ularda keyinchalik immunitetning pasayishi, asab tizimida muammolar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa bosh miya to'qimalari zararlanadi. Ayrim tadqiqotchilar fikriga ko'ra, uning zarari birdaniga emas, balki oradan 15-20 yil o'tganida namoyon bo'ladi. Shu sababli ular yaqin kelajakda bosh miya o'smasi bilan xastalangan yoshlar soni keskin oshib ketadi deb hisoblashmoqda. Negaki har kuni atiga 15 daqiqa mobil telefonda gaplashishning o'zi miya saratoni o'simtasi hosil bo'lishi uchun yetarlidir. Xalqaro saraton tadqiqotlar agentligi telefondan chiquvchi radiatsiyani tahdidli deb e'lon qilgan hamda telefondan ortiqcha foydalanish miya rakini va boshqa xastaliklar xavfini oshirishi mumkinligini aniqlashgan. Diqqatni jamlay olishga, e'tiborning pasayishiga sabab. AQSh Pediatriya akademiyasi tadqiqotchilari telefon yosh bolalarning psixik rivojlanish bosqichini keskin o'zgartirib yuborishi, diqqatni jamlay olish qobiliyatini buzilishi, turli psixologik og'ishlar yuz berishi, hatto pornografik qaramlik keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Uyqusizlik, uyqu tizimining buzilishi. Telefon ekranidagi yorug'lik miyaga turli signallar yuboradi. Natijada miyaning uyquga kirishi qiyinlashadi. Harvard Medical School'da olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, kech bo'lganda telefondan foydalanish uyquni buzadi va insonning kun davomidagi faolligini pasaytiradi. Stress va depressiya. Telefondan ortiqcha foydalanish, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga ko'p vaqt sarflash, stress va depressiyani oshiradi. Buyuk Britaniya Unheard saytining
ijtimoiy tarmoqlardan voz kechish insonning ruhiy salomatligini yaxshilaydi nomli e'lon qilingan maqolada bunday deyiladi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda qanday ma'lumotlar ko'rganingizni eslashga harakat qiling. Ehtimol siz hech narsani eslay olmaysiz. Buni ijtimoiy tarmoqlar qisqa va uzoq muddatli xotirani yomonlashtirishi haqidagi ilmiy tadqiqotlar ham tasdiqlaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlardan voz kechish tufayli insonning ruhiy salomatligi yaxshilashadi. Ehtimol yoshlarni bu kasallikdan saqlash uchun maktablarda telefondan foydalanishni qat'iy taqiqlash lozimdir. Zero bir qancha davlatlar maktablarida mobil telefondan foydalanish taqiqlangan. Masalan, Fransiya, Finlandiya, Xitoy, Italiya va Portugaliya kabi davlatlarda telefondan foydalanish taqiqlanadi. Xitoyda o'quvchi maktabga telefon olib borsa ham dars boshlanishidan oldin uni o'qituvchiga topshiradi. Fransiyada esa bog'cha, boshlang'ich va o'rta maktablarda smartfonlardan foydalanishni qonunan taqiqlagan. Yana bir ma'lumot. Yaqinda Fransiyaning bir hududida tajriba tariqasida nafaqat maktablarda, balki jamoat joylarida telefondan foydalanish taqiqlandi. Alloh taolo nimaiki dard bergan bo'lsa, uning davosini ham berib qo'ygan. Jumladan, ijtimoiy tarmoqqa qaramlilikning davosi ham bor. Har qanday dardning asosiy muolajasi parhez bo'lganidek, internetga qaramlilik dardining muolajasi ham parhezdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bekorchi narsalarni tark qilish kishi islomining go'zalligidandir dedilar. Ushbu hadis sharif kishi nafsini tarbiyalash va unga odob berish hamda nafsni turli kamchilik va nuqsonlardan saqlashda ulkan asos bo'lib xizmat qiladi. Bir maslahat: dam olish kunlari oila a'zolaringiz bilan telefonni bir necha soatga o'chirib qo'yish odatini shakllantiring. Axir bolalar kattalardan o'rnak olishadi. Asta-sekin bu vaqtni oshirib borish mumkin bo'ladi. Xulosa: demak, nomofobiya, jismoniy zarar, uyqusizlik, ko'zlar zararlanishi kasalliklarni ko'payishiga olib keladi. Ijtimoiy zarar: bunday odamlar yuzma-yuz munosabatlardan qochishadi, virtual hayotda yashashadi va voqelikni qabul qilishga qiynalishadi. Turli qimor o'yinlariga berilib ketish, oilaviy munosabatlarga putur yetkazish, hayotdan bahra olishdan mahrumlik kelib chiqadi. Psixologik zarar: depressiyaga tushishi, o'z joniga qasd qilish, doimiy qo'rquv va bezovtalik bilan yashashga sabab bo'ladi. So'zimizni Hasan Basri rahmatullohi alayhining ushbu hikmatli so'zlari bilan yakunlaymiz. Allohning bandadan yuz o'girganning alomati uni manfaatsiz ishga mashg'ul qilib qo'yganidir. Shunday ekan, g'animat umringizni bekorchi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish bilan o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.